rahmat. Ma'mun aka shimomi? Ha, ma. Shimoni tabrik qiling. Jasmin oytimi hamjami? Ha. Shimoni tabrik qilamiz telefon qaysi? Samarqand shahar palma kompaniyasi. Ha, rahmat. Aka mehmonchilar muborak sha. Shimoni tabrik qiling. Ma'mun aka Jasmin oyti. Shimoni tabrik qilamiz telefon qaysi? Prinsessa nubuvvat to'y kalonshiysanmi? Juda Samarqandda. Tamam. Muslimo ichdi. Kalonsha. Buni umrashkiga qo'shaylik. Rahmat. Azman ikki tabrik shuysan o'sha familiyadan azam. Ishlagan shunki. Albatta, shimona tabrik qada. Hozirdan o'zi. Shimona konsert o'ydi, Azreygul Farog'at o'ydi. Hamchining Janon oy Anisbek tabriklaysan. Rahmat. Farog'at o'ydimki telefonga gap zadamingiz. Farog'at o'ydingiz. Ukajon Allohga shukr shavat. Nevarachim tutdi shuda. Amam babax inson nesin dunyoga ko'rsa. Bari hamin nomozam va doktoram rahmat bo'lgi. Mana hamin o'zimlar asondagi shonda. Hozir Xudo mashkur ukajon. Ray duruma gashdim. Xudan ba nag'uydagi xursand zaman işte. Lekin sani dilam xijil guftam. Shu farog'at ayting, tursa demaga haniki bu yo'lashon bashama bo'yak nevarachima dastamda gifta tabrik qilamiz. Lekin adonistanda ukajon. Rasonda monet hamma shuni ajonam ziyod naqshim bil. In hayotima mazmunash hamin farzandom. Allohga shukr va shavat. Nevaraxom has, nevaraxoma afarzandom ham bo'ltar naqshim bilan. Hamid vaqtimda faqat xursandchilik gardan, to'xta gardan, dadajon shu vijonash bilan xizmat qilib, dastyor to'xtarchi o'shalar. Men ayro Alloh hamma vaqt roziman. Faqat hamid vaqtimda sog' salomat gardan bas. Hamchining dinagina ukajon senat shu rezinek va rezi xursandi ba. Umroz rezi ham rezi Ramazon bash, hamchining Navro'zi o'g'lan. Qisha bayramon shuysiz mana hayotimda bo'lsa. Har ro'zi men xayr xursandiki purshavat bo'lsa. Shuni tabrik qilasiz. Salomat bo'lasiz. Va Jasmin oytem ham gavzada xursandman, farog'at oytem. Ukajon sen. Jasmin oytem muborak shavat. Assalomu alaykum. Rahmat. Prinsessa çok kalon shavat iloyi. Farog'at o'ytayim ukajon. Ukajon, nima bilayki, mana dardkasham, qalbim malhamash, dilama juda ham naz mefamidagi xizmatasha beminnat mekadagi doktoram mana diyom sira onakat. Men doktoram bir rahmat bo'lgan. Doktoram, atu hamma vaqt xursandman. Hamma vaqt mana Roma baland bardoshda gashdi. Men atu faxrman. Bir rahmat bo'lgan. Shuma bir minnatdor o'shaman kitob sonda. Bache, o'li nasib bo'lsa, Xudo haqiqat Samarqand bo'ri qatqatishdagi vaqtamo mana qarzim juda ham berdi. Hamisha megardim ana o'zi. Shuma bir rahmat kitob sonda. In hayotda yoftaga chikorki kunam hamish bari farzandim. Budagim ayni farzandim. Faqat vaqtda xursand, mabaq gardan bas, Xudo degan hech nima xursandman. Shu bir shuni tabrik qildim. Bari ishmoyakda sherif shuna fonda bilmaydi Moskvadan mayli fonda bitta. Mayli. Az nomi farog'at aytaylik. Asrayman har bir soch tolalarini,
yuragimga yutib nolalar. Ularsiz men uchun dunyo qorong'u. Allohim, asragin bolalarimni. Gohida ishdan ortmay qolaman. Shirin diydoriga to'ymay qolaman. Olisdan sog'inib uyga tolaman. Allohim, asragin bolalarimni. Ko'zimning qarosi, umrim mazmuni. Oilam qasrining shulardir ustuni. Bu dunyoda yashab ayladim shuni. Allohim, asragin bolalarimni. Jasmin o'yga xursandmishmi? Mashuba yaxshingizmi? Mashuba yaxshingizmi? O'zi boyaqda telefon va primo efir ishlaysiz. Farog'ada o'tib efir ba. Shimona go'shkada istadan o'zi. Agar muxti gapoton bo'shadagar marhamat, shimona go'shka yesang. Rahmat salom. Sog'-salomat berdan. Videolarni sog'-salomat beraman. Rahmat salom. Hammasini sog'-salomat berdan. Salimon bas. Va albatta Mavlon aka, Jasmin o'ydi. Farzand o'tona chiqing niyati o'kadi kalon buleton, hamma vaqt ziyodesh ki diragar deton. Shmona azmi kompaniya mo palba, azmi hamkasb mo, azmi shaxsan xudan bo'ldim. Buni qarang, qizlari Yevropada Farog'at opamga yana bir nabira dunyoga keltirib beribdilar. Ularni tabriklab xursand qildik, gap bo'lishi mumkin emas. Baxtlariga ko'z tegmas.